Nasiben koşulsa kelersen Şamu Irak'tın. Nasiben koşulmasa ketersen Kaşo Kapak'tın. Esselamu Aleyküm aziz tamaşbullar. Bugün bana nasibimiz koşulup No'ruz akşamını sizler bilen birga o'tkazib atganligimizdan nayet xo'shal biz. Bu kechilikda riyosatchilik xizmati yuklanib qoldi endi. Bu riyosatchilikni palonchi o'rindaydi deb qo'yib tush kelsak, yana qamlashmaydi. Şunun navbatdagi nomerini e'lon qilishdan burun men bir ishkini kuldirib olay sizlarni. Doktor ishxonasida o'tirsa bir kasal kiribdi-da, kirib. Cho'ng mo'ysib adamga "Xo'sh keling, o'tiring." Tağa deb o'tag'izib, "Nima bo'ldingiz?" desa, "Yutildigan bo'lib qoldim" debdi. Deb doktor qalamini elib, "Bala vaqtlaringizni yutlamdingiz" desa, "Yo'q" degidek. 40 yoshga kirgan vaqtlaringizni yutlamdingiz desa, "Yo'q" degidek. 60 ga kirgan vaqtlaringizni yutlamdingiz desa, "Yo'q" degidek. Qancha yoshga kirdingiz desa, 75 yoshga kirdim debdi. Unda o'z qachonlik yetilmoqdingiz degidek. Bu jamiyatda endi ajoyib xilma-xil oilalar bo'ldi ekan. Ba'zi bir oilalardan qaranglar, yog'ochchimi chiqadi ekan, sirchimi chiqadi ekan, naqshchimi chiqadi ekan, tomchimi chiqadi ekan, nurg'un kasbchilar chiqib qoldi ekan. Ba'zi bir oilalardan mushlashchimi chiqadi ekan, yonchiqchimi chiqadi ekan, uyg'urmi chiqadi ekan, jalugurmi chiqadi ekan. Bu oilaning odamlari birga kelsa, mayli jim bo'lib ketadi ekan. Ba'zi bir oilalar bor ekan, bütün məligi bir kiti yağıdığan şundaq bir sırlıq katta ailə oldu ki. Gulcu'nun Altışar məhəllisində şundaq bir ailə var. Bu ailədən Təmbir Şahi Nur Muhammed Tursun, Təmbirçi Alim Tursun, yana Təmbirçi Vesencan Tursun Qarvay, Naxşçi Həsəncan Tursun Ahvay, Şöhrət Tursun, şundaq katta Tursunlar çıqqanda. Mana bu ailədə Naxşçini həmimiz suyunub anlaydıgan bizning talantliq, ataqliq naqshchimiz Sanavar Tursunmi chiqqan. Taşlar bir güne sen yaktırgan kişilesini, belkim taşlar bir güne sen yaktırgan kişilesini. Lekin ko'nglim sen buni zinhar zinhar ig'ir olmag'in. Lekin ko'nglim sen buni zinhar zinhar ig'ir olmag'in. Lekin ko'nglim sen
almağım. Lekin ko'nglim sen buni zinhar zinhar ig'ir almag'in. Sen çalganda esil kuy orab alsa qushlar seni. Sen çalganda esil kuy orab alsa qushlar seni. Etrafında sürlenmey turar karşı. Lekin ko'nglim sen buni zinhar zinhar ig'ir almag'in. Lekin ko'nglim sen buni zinhar zinhar ig'ir almag'in. Zinhar zinhar ig'ir almag'in. Abdulla Abdurahimning naqshkechiligiga bir cho'ng opamiz kiribdi-ku. Qizini elib, navrisini elib, belat elib kiribdi-da. Bir ko'rayamdi, uzun yillabdi, kechilik ko'magin deb kirib. Abdulla Abdurahim naqshkechiligi hozir boshlandi deyish bilan tang so'ng qo'lda o'tirgan bir bola yig'ini boshlabdi-da. Yig'labdi, bu ayolimda diqqat qilib qopti, yig'labdi. E'lonchi chiqib, yana bir naqshini e'lon qilsin, yig'layotganmish. Usul o'yinsin, yig'labdi, naqsh ism yig'lalagan gibi ayolning ochiq kelib ketdi. "Ey balam, nimada qilsiz? Voy men bu naqshkechiligi naqsh angligini keldim, sizning yig'ingizni angligini kelmadim men. Voy bu usul o'yinsin, yig'laysiz, so'rasizmi yig'laysiz, e'lon chiqib, e'lon so'zisiz yig'laysiz, yig'layveramsiz. Bütün esiyadimni yeb bo'ldingiz, men buni ko'ramdim sizning yig'ingni anglaymayman berdi balam." desa, bu yig'amda bir sir bor cho'ng opa degidek. Nima sir bordi? Nima yig'amdi bu? Tugamagan qanday yig'a bu? Naqsh deganning ta'sirli yeriga yig'laydi. Nima shu tugamagan yig'a desa, cho'ng opa siz bilmaysiz. Mush sakin naqshlayotgan Abdulla Abdurahim asli men bo'latdim. Oy, siz Abdulla Abdurahim? Ha. Menga sahma balam. Sizdan yo'qdi. Oy bu Abdulla Abdurahimning naqshini anglayotganimga 20 yil bo'ldi. Abdulla Abdurahimning chiroyini biz to'laydigan tursak, sen qanaqsiz Abdulla Abdurahim bo'lib qolding? desa gapmishada. Men Abdulla Abdurahim bilan bir kunda bir doktorxonada tug'ilgan, bu vaqtimda almishib ketibdi kerak. Bir bola bir palchining oldidan o'tib ketib beribdi, bir palash qiz baqaychi debdi, palash qizibdi-da, ash qizibdi, palni mana palni ichiblar. Ukam siz 3 qatim o'lindi ekansiz debdi bu. Desa bu, ha. Deb ishida qarab tursa, 3 qatim o'lindi ekansiz mana, lekin 3 qatim o'linib bo'lgandan keyin kechirsiz 10 yildak dard tortib ekansiz. Mana yaxshi chiqdi. 10 yil dard tortib bo'lgandan keyin ajoyib bir martabalarga erishib ketdi ekansiz ukam. Lekin hayotingizning oxirida pichoq yeb o'lib ketgansiz debdi-da bu palchi. Bu o'tirib pichoq yeb o'lib ketgansiz, ochiq ketib, buni pulni bermay, menga deb ketibdi. Deganda o'tib, 3 qatim o'linib qoldi-da, bu 3 qatim to'y qilib qoldi. Voy, yiliq palchining degan gap rost chiqib qoldi. 3 qatim to'y qilib qoldim, davasili, paloq buliqli madaniyat inqilobi boshlanib ketiblar, turma kirib ketdi bu. 10 yil turmada yetib
Tova, yılıq palçı. 10 yıl det tatsa degan, rost 10 yıl tatibdi men madatni. Dep turmadan chiqiblam, buning xizmati asli kelib, amalda olib qopti bu. Voy tova, yılıq palçını degandek, ish o'ylandim. 10 yıl det tatdim. Men amalda olib qoldim, qaramani gapini rost chiqqandi. Bu pichoqda o'lsa degan, endi qanday qilamiz deb paloq qilib, bent'uy qilib bu xizmatdan chiqibla pichoqda ketmasin deb uy kirib ketdi bu. Qatti uydan chiqmabdi-da, ayoli saytog'asin pichoqdan qo'rqmadi, o'tirgan bo'lib qoldi bu. To'y to'kkan bormaydi ekan, adam ulashqa yagim bormaydi ekan. Uyda gaz to'kib kelsa ayolni chiqirdi ekan, o'zi chiqmay, mush talog'i chiqsa tomning tuvila meni pichoq yeb ketadigan shu deb qo'rqib yuribdi-da bu. Mushtaq yurib, og'rib qilib, doktorxonaga berib, balnist yetib, operatsiya tugab ketibdi. Birovinam shunda yaxshi o'tyapti. Tuyuqsiz haraqqa tushib qoldi bu. Kundil mas'ul chiroyda bu, bir kuni ayol telefon qildi, "Ey, moshinaga bir gah qo'ysangiz, Xalmurat, gapingizni anglaydi" deb, bu yana haraqchidigan bo'lib ketibdi deydi. Ma'qul deb atdiganda yakshanba kuni berib, eshikni tak ursam, eshikni shortida ochdi, qo'li rumki turdi buning. "Ey, bu atdiganda bu nima qilsa, bu qo'lingda yana rumki turdi-ku seni. Mush gapni qig'il kelganman senga, sen bu jiningga ekak silib saramab qolmagansan sen" desam, "Voy bo'ldi, jihga qilmay kira, adash kira" deb uyga boshlab o'tda qizib qo'ydi. O'tda qo'ydi, men bundan bir savol so'rab boqay deb, "Ey, sen nima deydi?" İttizde ishlab, optopda o'lay deb ussab kelgan eshakning oldiga bir chelak suv bilan bir chelak aroqni qo'ysang, eshak qaysini ichidi desam, "Suvni ichidi" deydi. "Ey, eshak chig'ida suv ichidi" desam, Romga qarab ketib, Romkani qo'liga olib, eshakqa ishni qilmasligimiz uchun qo'shadi. Bizning ochlik tarbiya qilib, bizdan gap qilib o'tirsak, bu yig'lab ketdi-da, bu yig'laydi. "Ya nimaga yig'laysan? Nima dading va digina? Ya ayolingga demapsa, men yaqin og'ayningga menga demamsa" desam, "Adash, sana bir dadim bor dey. Oldi bilan bir savol so'ray" dedi, ha desam, "Mush dunyoda eng baxtli er kim?" deb savol so'raydi. "Obama" debdi men desam, "Yo'q" dedi bu. "U podshoh" desam, "Yo'q" deydi, "Bu" desam, "Yo'q" deydi. "Topamadim o'zing degina" desam, "Jahonda hammadan baxtli er Xo'roz" deydi bu. "Uy, Xo'roz qanday baxtli er" desam, 40 tak ayoli bor, birmi qiynab yo'q deydi. Rahmat. Tomoq yeymiz deb to'ytimiz shundoq ketib pasaqlar bir oshxonaning ichidan hali boyaman gapini qilib qo'ygan og'aynim bir qizvallar oldimizga chiqib qo'limizga tushib qoldi-da. "Nima ish qilib yursa? Kim bo'ldi bu?" desa, "Voy, yaqima odosh bu satlashma, bir do'stimni qilib ketdi bu." Bu o'zi yomon qiziqchi bu, ba'zi qiziqishlar qilib qo'ydi. Shu tutib olib, "Bu qizval mehmon qilish qancha pul ketdi odosh" desam, 15 so'm deydi. "Ya 15 so'mga mehmon qildingmi? Ashta azam ekan bu qiz mehmon qilmoq. Ajab azam mehmon qilsana" desam, "Bu qizning so'mkasi bor, shu 15 so'm ketdi." Bir kuni ayoli bilan bozorga chiqibdi-ku bu. Bunda kelyapti ayol ishkisi, shuning bilan bir ko'rishib qo'y, buni ular qiziq gapdan birisi chiqadigan bo'ldi deb, "Assalomu alaykum" deb kelib ko'rishdim, salomlashdim. Paranglashib ayoli yo'q. Moyoqda bir ikki ayol so'qishib ketdi. "Ya adash, hozir qishingda ayoling turadi. O ikki ayol ayat so'qishib o'tirdik. Sening ayoling emas-da, ikkisidan birisi desam, "Ay shu mening ayolim birisi" deydi. "O shu so'qishayotgan xotinning bir sening xotining emas" desam, "Ha" deydi. "Qaysi sening xotining?" desam, "Ular shu masalani talashib o'tirdi" deydi. Dadasi tugab ketdi og'aynamning bir kun, dadasi tugab ketganda patiga bordik, ishdan kirsak, "Voy otam" deb yig'ildi, og'aynam yig'lab ketganda, "Voy savr qil" deb ko'rishvasak, moyoqda bir mo'yisib adam baka, yosh cho'ngaroq adamga, "Ey, yig'lama. Nima yig'laysan? Ha? Dadangning to'yi bo'ldi, dadang 70 yoshga kirdi, to'yi bo'ldi" degan gap. "Nima yig'laysan? Yig'ilsang to'g'ri bo'lamda?" Yig'ilmadi, vaqirab ketdi. Og'aynamni besiqdi. Bir kim degan, dadasining ishga og'ayisi kirdi. Kirdi, dadasining og'aylarini ko'rib, yana o'zini basamay, "Voy otam" deb yig'ildi, har qadam yana qopib ketdi. "Ey, yig'ilma deyapman men sana. Dadangning to'yi bo'ldi, yo'qdingmi? Dada deb yig'ilsang ro'yi ko'rinmamdi. Yig'ilma, dadangning to'yi bo'ldi" deb qaynab ketdi. Buni misal ko'ngli keldimi? "Siz qancha yoshga kirdingiz?" dedi. "Men 75 yoshga kirdim" desa, "Siz to'y qildigan vaqtim 5 yil o'tib ketibdi" dedi. Assalomu alaykum.
Menga shunda kulib o'tasiz. Rahmat.